Assalomu alaykum. Nozirimiz, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Keldingiz, sizga aytmasam. Sizni bugungi shikoyatimiz bilan, sizni bugungi favqulodda ayolimiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarni qabul qilib kelayotgan mehribonlar tabrik loyihasi sizni qarshingizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shikoyat kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Agar ruxsat bersangiz, hamma tug'ilgan kun sohiblarga, tug'ilgan kun egalariga beradigan savollarimizni bugun sizga ham bermoqchiman, maylimi? Bugun shukronat kuningiz, xursandchilik kuningiz, yaxshi kunlaringizdan bir kun Nodir aka. Bugungi mana shu favqulodda ayomingiz munosabati bilan sizning xonadoningizga bizning jamoamiz a'zolarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizning qarshingizda turibmiz. Mikrofonimiz. Sizga mikrofonimiz. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. O'zingizning farzandlaringiz 4 ta. Kimlar? Endi ismlaridan sanab beramiz. Kattalardan boshlaymiz. Nazarbek aka, birinchi farzand. Ikkinchisi Begzod aka. Rajabek aka. 3 ta bo'ldi. Ismlari bilan. Gulasan. Jami 4 ta farzandingiz bor. Endi bugungi mana shu xursandchilik kuningizga bizning komandamizni qaysi farzandingiz taklif qildi deb o'ylaysiz? Otajonlarni ko'proq yaxshi ko'radigan, otajonlarga ko'proq mehr e'tiborlashadigan qaysi biladi? Siz qaysi bilan ko'proq yaxshi ko'rasiz? Sizni qaysi farzandingiz ko'proq yaxshi ko'radi? Qayerdan bilasiz? Hammalari birda yaxshi ko'rishadi. Farzandlarning baribir bir-birlaridan ayirib bo'lmay turib, mehrli, oqibatli aka-ukalar. Bugungi mana shu xursandchilik kuni munosabati bilan mehribonlar tabrik loyihasi ijodkorlarini o'g'lingiz Begzod aka boshchiligida barcha farzandlar taklif qilishgan bitta qarsakchalik qo'yamiz. Farzandlarni tayyorlagan syurprizlarga bugun dadajonimizni tug'ilgan kunlar, bugun otajonimizning xursandchilik kunlari, yaxshi kunlardan bir kunlar. Bugungi mana shu shodona kun munosabati bilan biz farzandlar tomonidan dadajonimizni tabriklab, kayfiyatlarini ko'taringlar. Yaxshi ko'rishimizni aytinglar, ko'proq quvonch ulashinglar. Otajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa syurpriz, mana shunaqa kayfiyat hamda quvonch ulashdan charchamaymiz deb farzandlar. Xursandmiz Nodir aka. Kayfiyatingiz ozgina ko'tarildimi? Nima gaplar bor farzandlaringizga? Oldimizda turgan farzandlar hamda musofir yurgan farzandlar bizlarni mana shu kamera orqali kuzatib turibdilar. Nima gaplar bor farzandlaringizga? Rossiyaga bo'lgan farzandlarimga ishlariga omad tilayman. Hammasiga baxt, salomat. Bu shahar ishida doim sog' bo'lsin. Rahmat. Bugungi tug'ilgan kuningizga turmush o'rtog'ingiz Savdoda ham taklif qilganmisiz? Yo'q. Chaqirmadingizmi Savdoda pani? Yo'q, men hech qachon Savdoda pani keling. Assalomu alaykum. Bitta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz, aziz mehmonlarimiz. Keling. Yonlariga. Assalomu alaykum. Savdoda pani yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana shu farzandlarni voyaga yetkazib katta qilishlar siz ham qancha mehnatlaringiz, qancha mashaqqatlar. Analaringizga halol luqma terib, farzandlarni voyaga yetkazib, niyat qilib katta qilgan ekansiz. Bugun farzandlaringiz ishtirokida dadajonlar Nodir akani kayfiyatlarini ozgina ko'tarishga. Agar ruxsat bersangiz, birinchi samimiy tilaklarni sizdan eshitmoqchiman. Bugun turmush o'rtog'ingizni tabriklab, xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Marhamat turmush o'rtog'im tug'ilgan kunlaringga ilohi yuzga kirsinlar, bizlar boshimizga sog' salomat bo'lsinlar. Yana kam bo'lib qoldi. Qachon oxirgi marta o'zlariga qarab, dadajonsiz sizni yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Qachon aytdingiz? Salom aytdim. Buni ham aytamizmi hozir ham? Dadajon sizni yaxshi ko'raman. Qarsakchalik qo'yamiz. Biz farzandlar musofirchilar bilan bizlar mehmondo'stlikdan xayr bo'lsak ham dadajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hayotlari
shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari mana shu nevaralari. Xudo xohlasa evalarga yurishar. Ajoyib shirinlik tortib ruxsatlaringizdan ushbu shirin tortimizni ham 3 kecha sanab tabriklaymiz deb Nozirberga to'g'rilaymiz. Mehmonlarimiz bizga tabriklaymiz so'zini ishlatishda yordam berishadi. Kelishdikmi? Hamma tayyormi mehmonlarimiz? Oy, shamchalar yonmayapti. Shamol bo'rishi. Hamma tayyormi? 1, 2, 3. Tabriklaymiz! 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 Rahmat. Olqishlar qo'yamiz. Beziraga yaqinroq keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugungi xursandchilik kuni munosabati bilan davlatingizni tabriklab xursand qilamiz. Keling yaqinroq Nozirberga. Nozirberga keling yaqinroq. Hayotlardan bugun otajoningizni tabriklab yaxshi ko'rishimizni aytamiz. Bo'richa. Tug'ilganingiz muborak bo'lsin, joyjon. Sizni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bugun? Quchoqlab qo'yamizmi? Sizni yaxshi ko'raman. Quchoqlab qo'yamizmi? Quchoqlab qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Musobaqa yurgan farzandlar nomidan ruxsatlaringizdan, kelinlardan tabrik so'zlar eshitamiz, maylimi? To'xtang, yana bitta farzandlar bor. Gulazor qizlari ham kelinlar bugun dadajonlarini tug'ilgan kunlariga. Gulazor qizlarni ham chaqirib beringlar, iltimos hammalaringizdan. Keling mana. Sizdan ham bugun ajoyib tabrik so'zlari bilan davlatingizdan tabriklab rahmat aytib qo'yamiz. Bo'richa yurakdagi gaplar, qachondan aytilmagan gaplar bilan bugun otajonimizga xursandchilik ulashamiz. Dadajon, bugungi tug'ilganingizdan tabriklayman. Ilohim yuzlarga kiring. Baxtimiz, do'yimiz to'g'ri. Sizni yaxshi ko'raman dadajon deb quchoqlab qo'yamizmi bugun? Sizni yaxshi ko'raman. Qarsak arziydimi sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplar? Rahmat. Agar ruxsat bersangiz, keyingi so'z navbatini musobaqa yurtda yurgan farzandlarimizdan kelinlar komandasidan tabrik so'zlar eshitamiz. Maftuna kelinlari, go'zal kelinlari hamda shahlo kelinlarni ham mana shu sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Kelinglar marhamat. Kelinlar. Uchta kelinlar borami bugun? Kelinglar. Assalomu alaykum. Mikrofonimizga bugun so'zlar katta kelinlardan boshlaymiz. Mikrofonimizga marhamat. Rahmat. Qarsak chalib qo'yamiz. Kimni qo'li go'sh bersa agar. Qachon kasal bo'lmang. Mana olqishlab qo'yamiz. Mana rahmat. Qarsak chalib qo'yamiz. Barcha kelinlarning bildirilgan ajoyib tilaklariga. Rahmat. Rahmat. Nozirberga xursandmisiz? Siz ancha ko'tarildimi? Hozir aytganimizdek mana shu farzandlaringizni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashashimiz yanada ortadi. Hurmatli vazir mehmonlarimizdan tabrik so'zlar eshitib davom etamiz. Kimlar kelishyapti bugun? Yaqinlarimiz, oila a'zolari, qarindoshlar, kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Ruxsatlaringizdan ajoyib tabrik so'zlar bilan bugun Nozirberga tabriklab xursand qilamiz. Mikrofonimizga hayron mehmonlarimiz.
Assalomu alaykum, hurmatli davramizlar. Avvalambor qaynukam Nodirjonni tavallud kuni shukrona kuni bilan chin ko'ngildan samimiy tabriklayman. Hamma vaqt ishlariga omad bersin, farzandlarning huzurini ko'rsin. Turli xil kasb egasi desam bo'ladi qaynukamni. Ilohim Alloh nazardan qolmasin, yomon ko'zlardan o'zi saqlasin. Hamisha sog' salomat bo'lsin. Nimaga orzu niyatlari bizlar niyatlari ushalsin. Farzandlarni omadini bersin. Chetda ishlayotgan farzandlari ham sog' salomat bo'lsin. Ana demoqchimanki, oilalarda doimo tinchlik, xotirjamlik, oilaviy baxtlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Katta to'ylar bo'lsin. To'ylarni to'rida ana biz doim xizmatda bo'laylik. Qaynukam eng yaxshi qaynukam desam arziydi. Avvalambor shularni baxtini ko'rish, ana qizimiz bor, yana qizimizni baxtini ko'raylik. Farzandlarni ilohim baxtli holini bersin, omadini bersin. Yana demoqchimanki, doimo shunday xonadonga katta to'ylar bo'lsin, to'ylarga xizmat qilish bizlarga nasib etsin. Doimo o'zimga sog'lik, salomatlik, baxt, omad bersin. Murodlar sonlari to'shalsin shu to'ylarga. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olsin. Qaynotam, qaynonamni ruhlari shod bo'lsin, xo'jayinimni. Hammamizni uyimizga katta to'ylar, sizlarni ham ishlaringizga omad bersin. Doimo sog' bo'linglar. Rahmat, qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Katta rahmat. Tabriklar aytamiz sizlarga. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Nodirbek aka, shu bilan birga bugungi tug'ilgan kuningizda kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida qarang, bir-biridan ajoyib chiroyli ikkita ayiq polvonlarimiz olib kelganmiz. Ajoyiblarimiz hamda ota-onalarimiz keling, marhamat. Ayiqlarimiz hamda o'zimiz uchun. Nodirbek aka, mana shu farzandlarimiz tomonidan kayfiyatni ko'tarib keling yaqinroq. Jamoamiz orqali sizlarga ozgina bir quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Xonadonlarimizdan mana shunaqa yuqori kayfiyat, yuzlaringizdan tabassum hech qachon tark etmasin. Bugungi tug'ilgan kunni, bugungi shukrona kunni mana shunaqa yaxshi hamda yuqori kayfiyatda davom ettirasizlar. Katta rahmat hammalaringizga, tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazinglar. Rahmat.